Assalamu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qaranglar. Meni profilim bloklanib qoldi. Bilsangizlar, Qo'shko'pir savdo Zontik deb chiqaradi. Hozir endi ish profilda o'tib olishlaringizni iltimos etamiz. Sizlarga manfaatli videolarni qo'yib berishda davom etaman, xudo xolasa. Qaranglar, endi sizlarga Spark qo'yib beraman. 2010 yilda ishlab chiqarilgan mashina, bir krelanda kraskasi va mashina o'ta ideal holatda. Qizil svet Spark qidirib yurganlar uchun tashab qo'yasizlar. Balonlari 4 baloni toza. Mashinamiz birinchi pozitsiya emas, 3-pozitsiyami, 2-pozitsiya. Konditsioner, hamma narsalari bor. Yurgan kilometrlari 180 ming kilometr halol yurgan. Mashina o'ta akkuratli holatda. Mashinamizning bahosini e'tibor beringlar, 53 million so'm. Avtokredit olaman desangizlar, taxminan bir 10 million so'm davrakenda pul kelsangizdar, oylik to'lovlarni 2 million 700 ming so'mdan chiqarib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz Qo'shko'pir avtosavdoni Zontik bozorida sotuvda turadi. Kelaverasizlar, 24 soat ishlamiz. Telefon nomerlarimiz opisaniyamizda turadi. Telefon urib, savdolashib, egasidan yana 1,5 so'm qaytarib ham berishga harakat qilamiz. Asa 7 mashinamiz sotuvda turadi.